يا أيها الذين آمنوا لا تتقوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aziz Müslüman qarindoshlar, bugungi mu'minlarga nido darsimiz Alloh subhanahu va taolaning kitobi Qur'oni Karimning 264-oyati Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ri'a'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alayhi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu saldan la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qawmal kafirin degan bu haqda bo'ladi. Aziz qarindoshlar, biz darsimizning oldingi qismida Alloh subhanahu va taolaning yo'lida iqtisodni chiqim qilish, boshqa kishilarga yordam qilish, qiyinchiliklarni osonlashtirish va jamiyatdagi har turli moddiy jihatdan qo'llashga, yordam berishga ehtiyojli bo'lgan har taraflarni qo'llash, yordam berishning haqiqatan islomda muhim ibodat ekanligi va yaxshilik qiluvchining Alloh subhanahu va taolaning oldida ulug' bir shaxs bo'lishdan sirt jamiyat oldidami hurmatli, fazilatli kishi bo'ladiganligi haqida biz ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum degan oyatida to'xtalib o'tganmiz birodarlar. Demasimi kishilarga yordam qilish, ojiz muhtojlarni yulash, jamiyatining, millatining taraqqiy qilishi uchun, yuksalishi uchun, hurligi uchun inson o'zining qo'lidan keladigan imkoniyatlari bilan xizmat qilish, bu dunyo va oxiratlik saodat keladigan yaxshi bir ish birodarlar. Mana bu sohada insonlar jamiyati islom va kufr deb aramasdan, musulmon kafir deb aramasdan har bir jamiyat o'zining jamiyatining taraqqiy qilishi, yuksalishi uchun va o'zining atrofidagi qiyinchilik, muhtojlikqa uchrayotgan kishilarga yordam qilish uchun boshqalarni qiziqtiradi va ham o'zi bu haqda faol harakatga o'tadi. İslam bu haqda eng ko'p ta'kidlagan ve bunu Müslümanlar için ibadet de buyurgan bir din bunu süptü bilen mana özünün mal dünyalarını çıkım kılıvatkan, başkalarını kollap yardım kılıvatkan, her türlü ihtiyaçlara köngül bilivatkan kişilerge kıgan bu büyük hizmetinin bika bulap ketmezdik ki amellerinin menfaatsiz bulap kalmaslıkta üçün yeni bir yol köksütüdür birodarlar. Bu ameller cemiyette dostluk, hemkarlık, birbirine bo'lgan kuyunish, ishak, o'rtaq taraqqiy qilish, o'rtaq yuksalishni o'tirg'i chiqaradigan amallar bu. Yaxshilik qilish, boshqalarning qiyinchiligini hal qilish, umum uchun iqtisod sarf qilish, bu yuqorida deyilgandek hamkorlik, do'stlikni o'tirg'i chiqaradigan omillar. Ammo yaxshilik qilg'uchining o'zidagi ma'lum sifatlar sababli bu yaxshiligi ta'tir unum beradigan yoki
aksicha unum beradigan ahvollarmi bu qoladi. Shunga Alloh subhanahu va taolo bu oyati karima bilan bu yaxshi amallarni qo'g'dash va yaxshi amallarning unumini, manfaatini saqlab qilish uchun yaxshilik qiluvchilarni diqqat qilishga tegishli bo'lgan ishlarga ogohlantirib deydiki, ey menga ishongan, meni Rabbim deb tunigan, mening yo'limda mal dunyolarini xajlashni o'zining burchi, o'zining mas'uliyati deb tunigan bandalarim, sizlar qilgan sadaqalaringlarni minnat qilish bilan, ko'nglini og'itish bilan bekor qilyapmanglar. Ya'ni uning savobini, unumini bekor qilyapmanglar deb Alloh taolo bu yerda bizni bir ishdan to'sadi. Aziz qarindoshlar, minnat degan nima desa, qilgan yaxshilikni boshqalarga o'zini ustun tutib turib, cho'ng tutib turib, boshqalarga qilgan yaxshilikni sanash. Men sana palani ishni qilmadimmi? Qilmadimmi? Sening bugungi kuning meningki yordamim bilan, qo'llashim bilan, mening sana kuyunib marhamat qilishim bilan bo'lmadimi? Men sening beshingni selamadimmi? Sening mama jihatdagi qiyinchiliklaringni men hal qilib bermadimmi deb o'zini ustun tutib turib, cho'ng tutib turib, boshqalarni kamsitib turib sanash bu minnat aziz birodarlar. İslam aslında boshqalarga yaxshilik qilishga buyurishdagi maqsadi Allah subhanahu va taolo imtihon qilish uchun bergan iqtisod yoki ilm yo jamiyatdagi o'rinni o'zining ojiz, o ne'matga erishaolmagan kishilarga o'rtaqlashish orqali o'zini shu jamiyatdan va ojiz bechora kishilardan ustun tutib olmay, hammasi bilan bir barobar shakldagi inson ekanligini davomli isbotlab turish uchun Alloh taolo bu yaxshilik qilishni buyurgan aziz birodarlar. Ana boshqalarga yaxshilik qilish tabiiyki yaxshilik qilguvchining qalbida agar u qalb sog'lom, samimiy, o qilgan ishini Allohning rizosiga bog'lab turib qiladigan qalb bo'lmay qolsa, o qalbga ikki ishni paydo qiladi. Birinchi o'zini ustun tutish, cho'ng tutish va qarshi tarafni tuvan ko'rish, oddiy ko'rish ni keltirib chiqadi. Yana birisi boshqalarning oldida qilgan ishidan maqtanish. Men bunda qilyapman o'da o'zidan bir faxrlanish, mana buni keltirib chiqardi. Allah subhanahu va taolo bu yerda ba'g'ichi kishiga bu minnat bilan sadaqangizni bekor qilmang deyish orqali sadaqa qilgan, yaxshilik qilgan kishini qilgan yaxshilikni qilgan bo'lsangiz, sizga bu yaxshilikni men berdim. Hammalarga berishga men qodir edim. Ammo sizni buning ichidan tanlab imtihon qilish uchun buni sizga tutqazdim. Siz bu qo'lingizdagi yaxshilik qiladigan bu imkonga mening fazlim bilan, rahmatim bilan erishdingiz. Siz boshqalardan o'zingizning ustun tutmang, cho'ng tutmang deganga Alloh subhanahu va taolo ogohlantirish uchun bu yerda minnat qilishni to'xtatasiz qarindoshlar. Mana bugun jamiyatimizga qarasak, qilgan ishlari bilan boshqalarga o'zini ustun tutadigan shunday kishilarni ko'ryapmiz. Har bir qilgan ishini birma-bir yozib, xotirlab, uni tashviqot vositalarida tashviq qilib, o'ttirib chiqarayotgan ishlarni ko'ryapmiz. Ağuçlar almay desa ehtiyojliq, alay desa yani özünün şunu epsağanlıqı təşviqat vasıtalarında bütün insanların aldıları da yeyilip ketiştin qoquvatqan ilacısız halette elivatqanlıqını hem görüvatımız.
Allah bu yerda bil manni vel aza dedi. Siz qilgan yaxshilikni unutib keting. Chunki yaxshilik qilgan kishi o'zining yaxshiligining mukofotini Allohdan elishni o'ylagan bo'lsa, u shu hamon unutib ketish kerak. Isida qolmaslik kerak. Isida saqlash, uni xotirlash, oningdan bir narsani kutishning bir dalili. Oningdan shu qilgan yaxshilikim uchun chuqur bir narsaga erishishim kerak deganning dalili. Agar o bir necha kundan keyin, bir necha oydan keyin yo ma'lum vaqtdan keyin uni shuning yuziga deyilgan bo'lsa, mana bu Alloh subhanahu va taolaning rizoligi uchun bo'lganlik emas bu birodarlar. Mayli biz bu qilgan sadaqamizni oilamizga, bolalarimizga, qo'shnilarimizga, atrofimizdagi har sohaga qilaylik. Bu sadaqa, yaxshilik, qo'llash, bu ulug' xizmatni sanab o'tmasligimiz kerak. Biz oldida deganimizdek infoq asli qalblarni birlashtiradigan, og'uchi berguchining o'xshash o'rinda ekanligini ifodalash bilan bir qarindoshlikni o'tirg'i chiqaradigan bir masala bu. Ammo agar u sanab qolib qolsa, og'uchi kishi o'zining tuvan, xor, boshqalarning oldida e'tiborsiz ekanligini his qiladi-da, o berguchi kishiga nafrat qiladi, uni dushman tutadi, uningga o'chimanlik bilan qaraydi. Chunki Alloh bu ibodatni buzadigan, manfaati unumini yo'q qiladigan bu ishdan to'sdi. Val aza aziyat bilan. Bu aziyat mayli tilni sanash bilan bo'lsin, ya o'zini qarshi tarafning oldida ustun tutish bilan bo'lsin, yoki onunga her türlü mesela urush, tillash yoki men sana ma xizmatni manda yaxshilik qilgandan sen menga mahil shaklda muomala qilishing kerak deganni talab qilish bilan bo'lsin, bu sadaqa qilguvchiga Alloh subhanahu va taolo sadaqasining beka bulab ketishiga sabab bo'ladigan amallarni Alloh bu yerda bizga bayon qildi. Bunu beka qilmanglar deydi. Allah bunu nimaga o'xshatdi? Kallazi yunfiqu malahu ri'a'an nas. O'zining iqtisodini, mal dunyosini kishilar ko'rsin, anglasin. Voy bumiz qo'li keng odamkan, millatiga, xalqiga mal dunyolarini xajlaydigan odamkan, millatparvarkan, vatanparvarkan, saxiykan deb insonlar ko'k uchun Allohga va oxirat kuniga ishonmasdan insonlar ko'k uchun xajlagan odamning sadaqasini bekor qilgan o'xshash silmi bekor qilmanglar deydi. Ammo bu yerda sadaqaning savobini, yaxshi ishning savobini bekor qiladigan yeni bir omil riyo, boshqalar ko'rsin, anglasin deb qilish az birodarlar. Bunda bir qoida bor. Sen kimni o'ylab turib, ko'z oldinga keltirib turib xizmat qilgan bo'lsang, yaxshilik qilgan bo'lsang, sen onun savabını onundan alırsan, mukafotini onundan ko'rsan. Agar inson qilgan ishlarida Allohning rizosini o'ylab qilgan bo'lsa, o niyati shu bo'lgan bo'lsa, o qarshi tarafdan hech narsani kutmaydi. Mayli yaxshilik qilish emas, hatto yomonlik qilib qolgan taqdirda va uningga boshqacha yomon muomala qilgan taqdirda ham uningga o'zgartmaydi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Mistah degan bir sahobaga yaxshilik qilib turibdi. O o'zining yaqini edi, tuqqani edi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning qizi Hazreti Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayoli Ummul Mu'minin Ayşe Siddiq radhiyallohu anhuga tuhmat chaplangan vaqtda mana bu kishi shu tuhmatga qatnashib
Ayşe radhiyallohu anha haqida gap qilsagan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu derhal men mustahki shu qadar yaxshilikni qilsam, bu mening qizimni tuhmat qilguvchilarning qatoridan bo'lib tuma degandek bir shaklda bu inson bo'lganligi uchun men endi yaxshilikni qilmayman degan vaqtda Allah derhal Allah rizosi uchun qilingan yaxshilik bo'lsa, yaxshilikning egisi yaxshilikni to'xtatmasin degan oyatni Alloh taolo nozil qilgan, aziz birodarlar. Demak, sen yaxshilik qilgan, sen qo'llagan, sen onunga yordam qilgan kishi sening sepingning qarshi tarafida tusimi? Yoki sening talablaringga kamisimi? Shartlaringga ko'nmisimi? Madam qiladigan ishing fi sabilillah ekan. Madam qiladigan xizmating Allah rizosi bo'lib, onundan mukofot olishgan, o soha Allah'ın dini boyunca yardım qilish ehtiyojli soha bo'ladi ekan, sen o yordamni qilish va o xizmatga bilan shug'ullanish, o sening islomiy taqozoing. Musulmonlikning talabi o. Men buni boshqalarga anlatolmaydim. Kökslenmittim ya teşviqat vasıtalarga chiqarammaydim. Buni teşviqat vasıtalarga chiqarmasam bo'lmaydi degan bu shaklda infaqni to'xtatish bu fi sabilillah bo'lmaydi birodar. Bu fi sabilillah bo'lmaydi bu. Shuning uchun mana bugun yaxshi ishlarni qilayotgan kishilar o'zining qilgan ishlari uchun boshqalar chavak chasa, qo'llasa va yaxshi ish qilibsiz degan deb maqtasa, buningga nihoyat jushqunlik bilan kayfiyati yaxshi qiladigan, agar bir odam ko'msa qilgan ishlari bekor bo'lib ketadigan, tuyg'uni bo'lib qolgan bu kishilar oldi bilan o'zining qalbini tekshirish kerak. Shuning Alloh bu yerda kallazi yunfiqu malaha ri'a'an nas. Ammo qilgan yaxshilikni oshkor qilishda boshqalar uygansin, o'lgu bo'lsin, boshqalar mushundaq yaxshilik qilishning yo'llarini bizdan o'rganib qilsin degan niyatda agar uni oshkor qilgan bo'lsa, bu bo'ladi. Lekin maqtash, madhilash va boshqalarning ko'zida cho'ng bo'lishni niyat qilib, agar bu riyoni qilgan bo'lsa, bu odamning amali hammasi bakar. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan rivayet kılıngan sahih hadiste 3 türlük adamga Allah kıyamet günü qaramaydiganligini, salasetun la yanzurullahu ilayhim yawmal qiyame ve la yuzakkihim ve lahum azabun alim deb 3 türlük adamga Allah ularga qaramaydi, ularning gunohlaridan paklamaydi, ularga ichinishlik azab bor degan bu bayanını sözlep qo'ygandan keyin rajulun mannanun bima a'ta degan, baginiga minnat qiladigan, yaxshilikni qiliblam o yaxshilikni qilgan kishining uni so'zlaydigan, uni gapini qiladigan, yaxshilikni qilganiga faxrlanadigan mana shunday kishi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunu bayon qilgan aziz birodarlar. Shuning uchun bu minnatdan, ya'ni qilgan yaxshilikni boshqalarga sanash va o'zini ustun tutish, cho'ng tutish, boshqalarni ko'ziga ilmaslik shaklidagi aziyat berishdan saqlanish kerak. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan bir hadiste rivayet kılınıp, sen qilgan ishingda minnat qilishdan saqlan degan. Sahabalar ya Rasulullah minnat nima degan chaqda sen qilganingni sanash degan. Allah bu yerda sadaqani yo'q qiladigan 3 turlik omilni bayon qildi. Birinchisi, ya'ni qilganimizni boshqalarga sanash, yuziga selish, o'tirg'i chiqarish, tashviqotlarni e'lon qilish. Nima bilan? O mening qilganimni to'nimidi, mening qilganimni bilmidi. Men bunda qilyapsam, o qilayotganimga menga rahmat bildirmadi, menga yaxshi muomala qilmadi, mening sepimda to'midi, meni qo'llamadi.
mening meydanimni qo'llimidi deb qig'inig'i minnat qilish. Shu orqali turli aziyatlarni silish, ba'zanlarga besim silish. Men yaxshi ishimni to'xtataman deb. Mana bu va qilganlarini boshqalarga ko'ksitish uchun qilish. Bu ishlarning hammasi qilgan sadaqa, yaxshilik, qo'llash hammani yo'q qiladi birodarlar. Savobini Allohning oldida yo'q qiladi, ma dunyodagi manfaati o'tirdi do'stlar, muhabbat, qarindoshlikni yo'q qiladi. Payg'ambar alayhissalatu vasallam riyoxo'rning oqibatining qanday bo'ladiganligini bayon qilib bir hadisda 3 türlük adamni Allah Teala kıyamet günü tuncu bulup hesap alır. Onun birincisi mücahid. Bu hadisini bilimiz. İkincisi Allah ilim bergen kişi. Üçüncüsü iktisat bergen kişi. Dünyada ilim arkalı kişilerin kalbine akatkan, doğru hatanı ayırgan, bunda faziletlik adam yok. Çünkü cemiyetinin yıldızı asası ilim. Her kandak cemiyet, aile, şahıs ilim arkalık terbiyelenidir. Ak karını fark itidir. Doğru hatanı o ilim arkalık tunuyor buradarlar. İkincisi şu ilimnin yoluğu desmi selip, cemiyeti, cemaati, ailesi, devletini, iktisadi cihetini kollaş, kuvvetleş ve iktisat arkalık terakki kıldırır. Çünkü iktisat bunun da mühim amil. Üçüncüsü onu müdafaa kılış, himaye kılış, düşmenge tik duruş, zalimga karşı tik duruş ve bu yolda canını halkını elip turup vatanini, milletini, devletini, akidesini, özünün ahlakını, özünün insani kimlikini qoğdaş üçün mana bu meydana çıkış, bu her kandak bir zaman devrinde en ulu işlerin birisi. İslam, mana muşundak adamlardan birini ekilip, Allah subhanahu wa ta'ala deydi, türlük, malın türlük xil, bəsige her türlük mallarını bergen bir adamını ekilip, Allah Teala o adamga nimetlerini tunutudu. Kıyamet günü sana ben dollardan başlap her xil iktisadını vermedim mi? Senin qolan hamma yerga yetadigan bo'lmadimi? Bir tur emas Allah bergan mal. Tunutudu. O bendimi? Onu tunuydu. Rabbim sil zadım bana bergan bunu. Men onun erişken deydi buradarlar. Allah onda bo'lganda sen bu men bergan ne'matlarni nemish qilding deydi. Qanday qilding uni? U bende deydi, ma taraktu min shay'in tuhibbu an tunfaqa fi illa anfaqtuhu fihi lak deydi. Siz hajlashni yaxshi ko'radigan har qanday bir o'rin, har qanday ye barkan, men ana ashundan hech birini qo'yib qo'ymasdan aşu yerde sizin rızalığınız için hacdedim deydi. Buradarlar bir tür emas, cihatı hacdedim, ilim yollarına hacdedim, teşvikat yollarına hacdedim, ta'lim terbiyeye hacdedim, aciz yetimlarga hacdedim. Türlük siz iktisat sarf qilinishni xohlaydigan har qanday yerga mening dasmiyim bor, men u yerga hajdedim deydi. Demek Allah bergan bu nimetni u besib yetib olgan emas. Buni ko'paytsam bo'tdi, 1 milyon, 5 milyon, 10 milyon, milyard bo'ldi deb buning sonini ko'paytirish, hajmini ko'paytirish uchun men yig'ib qo'lamga sili berganning har qandig'ini har qanday o'ringa men sarf qilib tugitib etdim deydi. Ma besib yetib olgan, jug'lib olgan bu odamlarning holi bilak qarindoshlar. Bu yerda Allah deydi, bunun cevabı kezzepte dedi. Sen yalgan ettin. Nemi yalgan etti? O adamın hacligelliği de yalganca emas. Sarf kılganlıkları yalganca emas. Fakat men özlerinin razılıklarını irade kılgan diyen sözü yalganca. Allah deydi, sen palanı kolu kenken, palanı vatanperverken, palanı yaxshilik yo'llarining har qandig'ida ixtisos sarf qilishga tegishlik sarf qilingan nihoyat sog'lom qalb egasi ekan deyish uchun haydading. Faqat qila deyildi dedi. Sen shunga erishding zodi. Maqtalding, madhilending, imtiyoz qozonding, kishilarning hurmatiga ega bo'lding.
deb Allah subhanahu va taolo mana bu kishini davzaxga yuzicha tashlashga buyurdi. Nima uchun? Chunki dunyoda 10 yashamaganlik uchun qiyomat kuni ham 10 nashr qilinmadi, hashr qilinmadi va ham davzaxga 10 holati tashlanmadi aziz birodarlar. İnsan qanday yashasa shunday muomalaga uchraydi. Nima ish qilsa shuning jazosini ko'radi u. Dunyoda 10 yashaydiganning o'rniga malning egesini tunib onun rızalығы bilen malını xərcləb, o buyurğan yolğu xərcləb qılmasdan kişilərin maqtışı, mədhilişi, körüşü və hər xil adamların etibarını qazanışı üçün, xərcləgənliyi üçün nə qılıdı? Allah onu cəzalaydı. Xuddi mən bir balamğa iqtisad bəsəm, mani falan yəgi xərcləm dəb, o berip lan ma pulni men munda yerga xərclədim deb özünün namı bilen özü xərcləyən kişi süptide xərcləsə men onu nima deb o'ylayman? Ana shunga o'xshash muomala qiladi birodarlar. Shunga Allah subhanahu va taolo bu oyat karimada meni yaxshilik qiladigan va yaxshilik bilan shug'ullanganlarni yaxshilik qilib kishilarga aziyat bergandan, yaxshilik qilib turib kishilarning ko'nglini, dilini ranjitgandan va kishilarni kamsitgandan yaxshilik qilmang deydi. Qalbga xursandlik, yuzga xursandlik, akilanmagan yaxshiligingizni yaxshi qilmangsiz deydi Alloh taolo. Allah onu bir misal qilib فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ سَقْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا deydi. Onun misali qilgan ishlarimizda minnat qilib turib, aziyat berib turib, kishilarga ko'ksitib, tashviqotlarni jarangliq oshkorlab turib, qilgan bu kishininki qilgan yaxshiligining misali onun ustida nefis bir ya'ni yupqa nefis to'pi bor taşning misaliga o'xshaydi. Qattiq bir taşning. Taş nihoyat qattiq. Bek siliq taş, ustida bir narsa tumaydigan taş. Ammo uningda qarisi faqatgina bo'lmagandek bir nima bor? To'pi bor uning tepasida. Bunda bir taşga o'xshaydi. Natijada o taşga qattiq bir yomg'ir keladi, yomg'ir tegadi, anundan keyin yomg'ir o taşni hech narsa yo'q. Ya'ni shu taş süpütüde koyup koydu dedi. Mana bu şunun o'xshaydi dedi. Allah özünün iqtisodlarini kishilarning ko'rishi va maqtishi uchun xərcləyən odamlarning qalbini toshga o'xshatdi aziz birodarlar. Xərcləməyənlərning qalbi nima bo'lib ketdi? Ammo ashunda kishilarning qalbini toshga o'xshatyapti. Ammo uning nifoqi, ya'ni uningki iqtisod xərclash, haq yo'lda sarf qilish, uning qalbining toshdek millatiga, xalqiga, shuncha qiyinchilik yaliga qarab turib xərclamagan bundaq toshdek qalbni, rahimsiz qalbni yo'gab turadigan kichikgina parda bu aziz birodarlar. Ammo bu bek ojiz parda bu. Adamlar ko'migan vaqtda qilmaydigan, maqtamagan vaqtda qilmaydigan, qilgan ishidan azroq netga erishmasi qilmaydigan yoki qilgan xizmati uningga bir unum etganmisi qilmaydigan mana shunda qalbga o'xshatdi. Chunki toshning ustidagi tuproqda binas unamdi, unmaydi. Unmaydi. Şunun o'xshagan ketib ketgan, ya'ni Allohning rizosini o'ylamaydigan, ne'matning ne tunimaydigan, Allohga ishonmagan, Qur'oni Karimni o'zining hayot yo'li qilmagan kafir bugun taraqqiy qilgandek iqtisod, huquq, har narsa uning qo'lida bo'lgandek qilgani bilan o ham to'g'ri yo'lning egasi emas aziz qarindoshlar. Ham u davomlashmaydi. Biz bugün dünyaya qarashimiz bir kunlik, bir aylık qaramasligimiz lazım. Yıllarca, 100 yıllarca qarashimiz kerak. Mana bugün İslam dini ve bu dinga ergashgan musulmonlar davomli qalbi haq ustida bo'lib keliglik, ama kafir o
eziqliq to'g'ri yo'ldan ayriliqliq. Allah şuna vallahu la yahdil qavmel kafirin to'g'ri yo'lga boshlanmaydi dedi. Ya'ni Allah'ni tunumugan qalbning qilgan ishi to'g'ri ishni qilolmaydi. Haq ishni qilolmaydi. Allah subhanahu va taala hammamizni qilgan sadaqalarimizda minnat, aziyatdan saqlanganligini nasib qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.